kompaniya ofisimizdan zakazlarimiz keldi. Hozir mana liderli IDga urilgan zakazlar, nakladning qog'ozlari, cheklari bilan kelgan. Qaranglar qanaqa zo'r. Kompaniya mahsulotlari qimmat deganlar uchun shu videoni yuborib qo'ysanglar bo'ladi. Ko'knor, ya'ni hash-hash yog'imizni juda ham yaxshi bilasizlar. Ko'k yutalga 7 ta zakaz qilgan biza. Mana 7 ta xaridga 7 ta xarid. Faqat shuni puli to'langan 33% skitkada. Undan tashqari kelgan sovg'alarni ko'rishingiz mumkin. 230 ml poрошок tekinga, 100 ml oshiqli 1 litrli suyuqsonimiz tekinga bu ham. Va bilasizlar, ayollarimiz uchun ham juda ham zo'r bo'lgan hayot ekstrakti 366 ming bo'ladi, ichki narxini o'zi. Bu ham tekinga kelgan. 150 ming so'mlik malochka ham tekinga va mana bu to'ttasi birda yuz uchun ajinlagan yog'. Bu ham tekinga. Tasavvur qilyapsizlarmi? 5 ta mahsulotni tekinga olyapmiz, 7 ta ko'knori xarid qilib. Mana sommalarni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Pashta 12 ta mahsulotimiz 580 ming so'mga kelgan dastavkalari bilan. Mana hech qayerda yo'q deb o'ylayman bunaqa shedriy kompaniya. 580 ming so'mga 7 ta ko'knori va 5 ta podarka, 12 ta mahsulot kelyapti. Qaranglar qanaqa tekin tushyapti.